Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Ushbu video tasvir Surxondaryo viloyati Muzrabot tuman markazidan bo'lyapti. Odiljon akamiz ochgan yangi restoran. Oilaviy o'tirishga, banketlar uchun alohida zal, alohida kabinalari bor. Mana shunday qulay sharoitlarga ega bo'lgan shinamgina restorancha. Mana unda yaxna ichimliklari ham bor, milliy taomlar. Kelib, yeb ko'rib, mazasiga o'zlaringiz baho berishlaringiz mumkin. Ekranda telefon raqamlarini yozib qoldiramiz va aytib ham o'tamiz. Dastavka xizmatlari bor. 99 lik 427 19 telefon raqamlariga bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Bizda hozircha shular. Xayr, salomat bo'linglar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Futbol tomosha qiluvchilarga mana bunda katta monitor bor. Bemalol restoranni xohlagan joyiga o'tirib monitordan futbol tomosha qilishlaringiz mumkin. Sog' bo'linglar.